Shu joy tinch va qulay. Manzara chiroyli, suv ham yaqin. Oilam uchun mustahkam uy bo'ladi. Assalomu alaykum ota. Keling. O'g'lim, sen noto'g'ri yerda uy quryapsan. Bu oddiy yer emas. Bu sel yo'li. 60 yil avval shu yerda kuchli sel kelgan. Insonlar hayoti xavf ostida qolgan. Halok bo'lganlar ham bo'lgan. Ko'plab uylar va mol-mulk vayron bo'lgan. Aholini favqulodda vaziyatlardan muhofaza qilish barchamizning vazifamiz. Endi zamon boshqa ota. Devori baland, poydevori mustahkam bo'ladi. Agar hamma devorni baland qilsa, suv yo'nalishini o'zgartiradi. To'planadi va bundan ham kuchli sel oqimini paydo qiladi. Sen nafaqat o'zingni, oilangni, balki mahallamizni va boshqa insonlarni ham xavf ostida qoldirasan. Otam to'g'ri aytdi. Oilamga va odamlarimizga befarq bo'la olmayman. Uyimni ruxsat etilgan joydan quraman. Hurmatli fuqarolar, sel yo'llari va daryo ozanlarida uy-joy qurish hayot uchun xavf tug'diradi. Qurilishlarni faqat ruxsat etilgan hududlarda amalga oshiring.